Dağların qirralariga kirib chiqib kelyapmiz. Tog' manzarasining go'zalligi mana shundan iborat. Mana qarang, chiroyliligini, mashallah, archasini qarang, archasining xuddi qo'l bilan ekilgandek, lekin tabiiy o'sgan. Mashallah. Mana qoyali toshlar, qoya tog'lar bu yerda ham mavjud ekan. Faqat archasi bilan farqlanadi ekan. Çok güzel joylar. Maşallah, tabarakallah. Qarang, buning go'zalligi, go'zal manzara, tabiat qo'ynida. Tog'lar juda tiniq ko'rinadi, demak, havo toza. Juda to'yingan kislorodga boy tog'lar. Har endi yo'lingdan bitta mashina chiqib qolmasa, yo'q. Mana. Mana qarang, mana qarang. Mashallah. Qayerga qolishib ketdi. Mana shu yerda Cherkaslar bugun juda katta bazm bayram dasturi tashkillashtirgan. Mana do'stlar, juda chiroyli joylar. Mana bugun mana shu yerda juda katta bayram, mashinani qarang, yarmarkaga o'xshab turibdi. Mana shu yerda bugun eng katta bazm bo'ladi. Qoyil. Bundan yoshligimizda biz tagida bahor paytlar saqqizog' ichedik. Saqqish qilib chaynab ichedik. O'sib ulg'aygan karrak aylanib ketadi, mana mevasi bilan turibdi. Mana shunday joyga, mana tog'ni orasiga keldik. Hozir Turkiyaning eng kuchli san'atkorlari, qo'shiqchilari mana shu yerda hozir konsert qiladi. Mana azizlar, bizlar mana eng go'zal Kafkazdan ko'chib kelib shu yerda vatan degan Cherkas xalqini bugungi bayramiga tashrif buyurdik. Odamlar haddan tashqari ko'p. Mana tog'larni qarang go'zalligini. Bag'ridan yashnaydi. Qoyil qolish kerak. Mana keldim, mana qizim ham kelyapti. Nevaram. Maşallah. Juda chiroyli, çok go'zal joylar. Odam ko'pligini qarang. Bugun katta bayram.
Maşallah. Tamam. Hayır karıştırın. Çok güzel joylar. Men mana shu joyda O'zbekistonda asrlar sadasi bo'lardi. Bundan 10 yil, 15 yil oldin. Xuddi o'sha asrlar sadasiga o'xshardi. Mana Shahnoz xonim. Mana qarang. Tabiatni go'zalligini qarang. To'rt tomoningiz ham o'rmon. Mana masjid. Mana o'rmon. Mana shunda tog'ning o'rtasida yashaydigan xalq. Bugun ularning milliy bayrami ekan. Shu bayramga lutfan Usmonbek orqali taklif qilindik. Mana bugun keldik mana hozir. Bor. 5 mingdan oshiqroq odamlar. Tog'da qarang, tog'ni go'zalligini. Ey qoyilman. Mana Anahtarlık gereksen ya. Çerkez anahtarlığı verelim mi hediye? Tamam. Çerkez anahtarı. maşallah. Çerkez anahtarı dadaş. Sizge hediye. Maşallah, tabarakallah. Çok teşekkür. Özbeklere selam, kardeşimiz onlar bizim. Ay maşallah, Kardeş. tabarakallah. Mana Seviyoruz Çerkesler onları. yaşaydigan tog' oralığında mana Türk Seviyoruz onları. kardeşlerimiz O'zbek xalqiga alangalik salom bildirmoqda. Maşallah, tabarakallah. Mana qarang, go'zallik. Assalomu alaykum. Yana bir bor qandaysizlar mana Usmon og'a. Mana opamiz. Maşallah, tabarakallah. Çok güzel joylar. Hakikaten ham mehmondo'st xalq. Buna qarang, buna. Güzelligini qarang, qoyilman. Ayşe siz gel. Siz Ayşe siz çıkmışsınız. Biz bakmaya geldik size. Ver. Dedim dedi gidelim. Yani yapacağım. Ben dedim yok. Harikasınız. Yorulma istedim. Yorulma istedim. Buna qarang, bunaqa juda tez, qulay non tayyorlashgan. Qarang, mana bu mol go'shtidan qilingan. Mana bu tovuqdan qilingan. Senin ne başladı? Bunaqa bir tane daha taomlar bunaqa tayyorlashgan. Maşallah. Qoyilman. Xohlasang tovuq. Çok güzel. Qoyil qolish kerak. Qarang go'zalligini tog'ni. Bahar qilmoqchilar. Bunday tabiat qo'ydi, damoqni yeysiz. Maşallah. Mana sizga haqiqiy antikvar qoshiqlarni qarang, qoshiqlar. Maşallah. Mana qoshiq. Buna qarang, chiroylilik. Süt şapkası bu da süt. 60 lira geri vereceğiz. Dur çözün. Türk kardeşler. Maşallah. Bana beşik. İyi sen ne yaptın? Kasası bakalım, kasası. Maşallah. Çok güzel narsalar. Çay içemem dedim. Türklerde gözleme degan, yani Türkçe milliy taom tayyorlaydigan taomlari gözleme degan. Mana azizlar, Amerikada turib, O'zbekistonda, Osiyoda kuzatsalar, mana YouTube kanalida mana shu ko'rsatib Maşallah. Aziz do'stlar, mana bizlar mana shu Cherkaslarning Turkiyaning
3 tane yeğen var. Kütahya viloyati Simob shahridagi Yol var, kırık. Biz bir aramış küfür etmiş. Söyleyeceğim. mana shu Sarijilan, Chinar qishloqlarida joylashgan shu Bunun arkasında gitmiş. Cherkas xalqini bugungi bayramini mana Ben bilmiyordum ki sen onu döktün. sababchisi bo'lib qoldik. Bayram juda ham chiroyli, ko'tarinki ruhda o'tyapti. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Albatta biz sizlarga ma'lumotlarni berib boramiz. Juda ham chiroyli bayram. Maşallah, tabarakallah. Ana tağ, qarang tağda. Asıl deyince hem Tağın güzelliğine qarang. Güzel tağlar tarkibida. Bayramda qatnashish haqida. Juda go'zal, zo'r tağlar. Bayram qilishadi. Kuzatishda davom etadi.